Yashil makon milliy loyihasining kuzgi mavsumida Yozyovon tumanida 555 ming tup mevali manzarali ko'chatlar ekish belgilangan. Bu borada ishlar jadallik bilan olib borilyapti. Yashil maydonlarni kengaytirish, o'zlashtirilmagan hududlarda yashil belbog' barpo etish maqsadida viloyat qishloq xo'jaligi sohasi xodimlari Markaziy Farg'ona suv ombori hududidagi bo'sh yerlarga manzarali daraxt ko'chatlari ekishga kirishdilar. O'zagralizing kompaniyasi jamoamiz mamlakatimizda keng olib borilayotgan yashil makon umumiy loyihasi doirasida o'z hissamizni qo'shish maqsadida barcha jamoamiz bilan kelib Yozyovon iqlimiga mos terak ko'chatini yerlarni o'zlashtirib, tozalab, ko'chat ekish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Kelajakda mana shu ekayotgan ko'chatlarimiz yashil makonga aylanadi. Suv ombor atrofidagi o'zlashtirilmagan 250 gektar edi o'zlashtirilib, 20 dan ortiq turdagi manzarali ko'chatlar ekilyapti. Ya'ni ulardan katalpa, kashtan, yasin, klon shunga o'xshagan ko'chatlar. Kuz oyida ekilgan ko'chatda ikkita foyda bo'ladi. Birinchidan 100% ko'karadi, ushaydi. Ikkinchidan ko'chatda tomirini do'ng bilan turpoqda aralashgani suyuq sharbatga tomirda shunday tiqib turib ekilsa, 1,5 oygacha suvsizlikka chidaydigan holatda bo'ladi. Ko'chat ekishdan oldin hududda katta hajmdagi obodonlashtirish ishlari olib borildi. Haydov traktorlarida yerlar shudgorlanib, jo'yaklar olindi. Mahalliy iqlim sharoitiga mos daraxt ko'chatlari ekildi. Bu yer maydoni axlat chiqindilardan va toshlardan tozalandi. O'zimizda yetishtirilgan suvsizlikka chidamlik mahalliy nav ko'chatlardan olib kelib 2000 tup ekilmoqda. Bu joylarimiz yashil makon bo'lib boqqa aylanadi. Kelajak avlodga shunaqa yashil makonlar qoldirishdan biz mamnunmiz. Viloyat fermerlar kengashi boshchiligidagi barcha hududiy shahar tuman kengashlarimizni o'zimizning xodimlarimiz bilan 3 gektardan ziyod yer ajratilgan. 1,5 yosh, 2 yosh bo'lgan terak ko'chatlarni mahalliy navini tanlab oldik. Yashil makon loyihasi doirasida ekish ishlarini olib boryapmiz. Kelajak avlod uchun yashil makonlar qoldirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Qishloq xo'jaligi sohasi xodimlarining tashabbusi doirasida jami 31 ming tup daraxt ko'chatlari ekildi. Ularning parvarishiga mas'ullar biriktirildi.